К нам пришли с инспекции, из Министерства коммунального хозяйства и строительства, да? Главной группы, а это его помощники. Простите, представьтесь, кто вы? Yo'ldashev akam. So'nggi kunlarda ayrim shaxslar tomonidan o'zini qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimi sifatida tanishtirib, ko'p qavatli uylarda tekshiruvlar o'tkazayotganligi haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Ma'lum qilamizki, mazkur shaxslarning inspeksiyaga hech qanday aloqasi yo'q. Inspeksiya xodimlari faqat maxsus kiyimda, maxsus formada o'z xizmat vazifalarini, xizmat guvohnomasini ko'rsatgan holda bodiy kamera asosida o'z xizmat vazifalarini amalga oshirmoqdalar. Fuqarolardan bunday holatlarga duch kelganda shaxsdan xizmat guvohnomasini talab qilgan holda shubhali holatlar yuzaga kelgan taqdirda huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz.